Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi mablag'larini boshqarish bo'yicha parlament komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda davlat ijtimoiy buyurtmasi tanlovi g'oliblarini tasdiqlash, navbatdagisini esa e'lon qilish, fuqarolik jamiyati institutlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash hamda amalga oshirilayotgan loyihalar ijrosini tahlil qilish masalalari muhokama qilindi. Yig'ilishda dastlab fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Shundan so'ng joriy yilning iyun oyida davlat tashkilotlarining aholi turmush sharoitini yaxshilash, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga yordam ko'rsatish, aholi bandligini ta'minlash, tibbiy xizmatlar sifatini oshirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan ijtimoiy buyurtmalar bo'yicha davlat ijtimoiy buyurtmasi tanlovi natijalari muhokama etildi. Davlat tashkilotlari, ya'ni vazirlik va hududiy hokimliklar ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muammolar bo'yicha o'sha Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondiga buyurtma beradi va mana shu muammolarning yechimiga qaratilgan tanlovlarda demak bevosita shu nodavlat, notijorat tashkilotlar ishtirok etish mumkin bo'ladi. Agar raqamlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, mana shu loyihalarda 217 ta ariza kelib tushgan va ularning 29 tasi g'olib deb e'lon qilingan. Demak, bugungi kunda nodavlat, notijorat tashkilotlari va davlat tashkilotlari o'rtasidagi ijtimoiy sherikchilik rivojlanyapti va umuman olganda mana shu ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muammolarni yechimida demak fuqarolik jamiyati institutlari manfaatdor va qiziqishi katta. Va navbatdagi muhim masalalardan biri bu navbatdagi grant tanlovi e'lon qilindi. Bu grant tanlovida ham 12 milliarddan ko'proq mablag' yo'naltirilyapti va mana shu tanlovda fuqarolik jamiyat institutlari ishtirok etishlari mumkin bo'ladi.